Esinglarda bo'lsa, quyosh panel videosini qo'ygandik. O'sha masjidimizni shundoqqina oldidagi uyga akamiz quyosh panel o'rnatyapti ekan. O'rnatish jarayonini ko'rishingiz mumkin. Prezident qarori ko'rib, ushbu quyosh panellaridan davlatga sunsangiz ham bo'ladi. Agar jismoniy shaxs bo'lsangiz 1 kilovatini 1000 so'mdan, yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsangiz 750 so'mdan sotsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek invertorlarni qo'yib, har tomonlama sotuvga tayyor qilib berishgan. Hozirda sotuvda 20-oktyabr bo'lishiga qaramasdan, bilasizlar, sotish qolgan. 11,5 kilovat sotmoqda, 15 kilovatli quyosh panelimiz, 6 kilovatli quyosh panelimiz esa 4,5 kilovat davlatga sotmoqda. Bu degani yozni issig'ida bemalol 21 kilovat sotib bera oladi. Agar sizga ham sifatli hamda ishonchli quyosh panellar kerak bo'lsa, Eco Panels'ga murojaat qiling.